Ammo o'zi yozib bergan qog'ozlaringizni doktor bitta ko'rib bering deb kassadagi bola kirgizib yubordi. Bitta qarab bering, nima kamchiligi bor ekan. Xo'p, xudo xolisi bugun 3-kun ekan. Hammasi yaxshi, men sizga hozir bitta dori qo'shib beraman-da. Faqat bu dori o'zimizda pastda boshqa yerda sotmaydi. Shu yerdan olasiz, xo'p. Keyin mana buni ushlab tursiz, xo'p. Mana buni shunday ana bolaga olib chiqib berasiz, hammasini tushuntirib yuboradi, xo'p. Xo'p, rahmat. Xo'sh, menga pechat qo'yib berdilar, mana berib yubordilar sizga. Ha, bo'ldi. Bundan nima ekan? Bo'ldi, 205-xonaga chiqaverasiz. Hozir to'liq chiqasiz. 280 ming. Menga qarang, qanaqa 280 ming qatdan olib gapiryapsiz, tavba qildim. 80 ming so'm ko'rligi bo'lsa, tog'larimni o'zim olib ketgan bo'lsam, 200 ming so'm qatdan qo'yib qo'yasizlar. 3 kundan beri kelib shu pul to'layapman. Doktorning oldiga kirdingizmi? Ha? O'sha konsultatsiyasi 200 mingda. Menga qarang, 200 ming so'm birinchi safar mayli oldilaring, lekin o'sha 2 marta ko'rmay, yana endi konsultatsiyaga 200 ming so'mdan to'lab kirmayman-ku. Qatdan o'ylab topdilaring bu narsani? Klinikalar narxi to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, больницаga borib davolang. O'rtoqlar, sizlar qanaqa fikrdasizlar? Kim haq, kim nohaq? Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar. Iloji bo'lsa videoga like bosib, tarqatib qo'yinglar, shunaqa insonlarga yetib borsin.